Bu yilgi haj mavsumi ziyoratchilarimiz uchun o'zgacha ruhda kechmoqda. Bugun bu tabarruk zaminda dunyo musulmonlari qatori 15 mingdan ziyod yurtdoshlarimiz toat ibodatlarini amalga oshirmoqdalar. Kuni kecha davlatimiz rahbarining O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar bilan telefon muloqoti o'zbekistonlik hojilarni Qurbon hayiti bilan tabrigi yurtdoshlarimizni cheksiz xursand qildi. Muloqotda prezidentimiz ziyoratchilarning salomatligi va kayfiyati haqida so'rab, ibodatlarni bajarish uchun tashkiliy ishlarning borishi bilan qiziqdi. Bu yilgi mavsumda ham Makka va Madina shaharlarida yurtdoshlarimiz uchun barcha zarur shart-sharoitlar yaratildi. Tashkiliy ishlar uyushqoqlik bilan davom ettirilyapti. Davlatimiz rahbari Muftiy Hazrat bilan muloqotlarda hojilarning kayfiyati qandayligini, ularning hol-ahvolidan qiziqib so'raganligidan biz nihoyat darajada mamnun bo'ldik, xursand bo'ldik va ko'zlarimizga quvonch yoshlari keldi. Davlat rahbari barcha davlat ishlaridan vaqt ajratib, o'zining xalqini, hojilarini ibodatlar qanday bajarilayotganligi, ularga bo'layotgan sharoit to'g'risida so'raganligi hojilarga bayram arafasida yana katta bir kuch, katta bir quvvat. Albatta hojilarimiz chin dildan, qalbi bilan, ixlos bilan muhtaram yurtboshimiz haqlariga mana shunday duolar qabul bo'ladigan yerda qalblaridan yig'lab duolar qildilar. Bu yurtdoshlarimizni mana shunday zaminlarda ixlos, muhabbat bilan qilayotgan duolari albatta qabul bo'ladi. Shu odamlarning duolarini sharofati bilan yurtimiz yanada obod, yanada go'zal, xalqimiz yanada farovon bo'ladi. Bu yerdagi sharoitlarni ko'rib o'zi xursand bo'lgan edik. Muloqotni eshitgandan keyin ham xursand bo'ldikki, bizdan hol-ahvol so'rab prezidentimiz yana bizlarni o'ylayapti. Oldingilar bunaqa sharoitda haj amallarini bajarishmagan. Biz uchun juda ham go'zal sharoitlarni yaratib qo'ydilar. Prezidentimizga buning uchun juda ham katta rahmatlarni aytamiz. Prezidentimizga sog'lik, salomatlik tilab duolar qilyapmiz. Ayniqsa haj amallari bajariladigan Mino, Muzdalifa va Arofatda bu yil o'zgacha tayyorgarlik ko'rildi. Mino vodiysidagi chodirlar to'liq gips karton bilan o'raldi. Har biriga frionli sovutgichlar o'rnatildi. Arofat hududidagi chodirlar ham issiq o'tkazmaydigan zamonaviy sendvich panellar bilan to'liq o'raldi. Mazkur chodirlarda ibodat qilish, taomlanish, maishiy va tibbiy xizmat uchun ham barcha sharoitlar hozirlangan. Bundan qalbida shukronalik hissi jo'shgan bo'lg'usi hojilarimiz muqaddas joylarda turib, yaratgandan mamlakatimiz tinchligi, xalqimiz farovonligini so'rab duolar qilishmoqda. Bu yil davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan ona vatan va xalq manfaati yo'lida sidqidildan xizmat qilgan ziyolilar, mehnat faxriylari, mahalla faollari, nuroniylar hamda kam ta'minlangan oilalar vakillaridan iborat 100 nafar yurtdoshimiz ilk bor davlat hisobidan haj safarida bo'lib turibdilar. Ularning ham quvonch va hayajonlari bir olam. Saudiya Arabistoniga tashrifning ilk kundan boshlab ularga alohida hurmat va ehtirom ko'rsatildi. Madina Munavvaradagi bir qator qadamjolarga ziyoratlar tashkil etildi. Jumladan Uhud tog'i va Qubo masjididagi ziyoratlar ularning hayratini oshirdi. Shundoq ulug' shaharda prezident hojisi nomini ko'tarib, xursandchilik bilan yuribmiz. Allohga beadad shukr. Yurtboshimizni inson qadriyatlarini ulug'lash sohasidagi qilingan ko'p bir qator ishlarni orasida mana eng yana salmoqlisi O'zbekistondan 100 ta mehnatkashlarga prezident hojisi degan yo'llanma berildi. Hayratdan, xursandchilikdan lol ekanligimizni yana qayta e'tiborimiz Ka'batullohni aylanganda, Safo Marvada hamda Arofat tog'ini etaklarida qilingan duolar ijobat bo'ladi. Men chin qalbdan yurtboshimizdan minnatdorman hamda xalqimizni farovonligi ortsin. Prezident hojisi degan unvonni chiroyli ado etishga harakat qilamiz. Shundan so'ng hojilarimiz ihrom kiyib, katta hayajonlar ila Makka mukarrama sari yo'lga chiqdilar. Zulhullayfada o'qilgan 2 rakat namoz va qilingan niyatlar, duolar va labbayk Allohumma labbaykni aytib, ziyoratchilar zamonaviy avtobuslarda bir necha soat ichida Makka shahriga yetib kelishdi. Bu yerda ham ularni ulamolar, mutasaddilar katta hurmat va ehtirom bilan kutib oldilar. Prezident hojilari shu kunning o'zida Ka'ba-i muazzamada bo'lib, umra amallarini bajarishdi. Prezidentimiz xalqimiz haqqiga xayrli duolar qilindi. Ayni paytda hojilarimiz sog'u salomat, bunday e'tibordan ruhlangan holda muborak haj amallarini bajarishga tayyorgarlik ko'rmoqdalar. Hurmatli yurtboshimizni tashabbuslari bilan biz hojilarga o'ta go'zal sharoitlar yaratilgan. Eid Qurbon hayiti bilan muhtaram prezidentimiz
bugun tabrikladilar. O'ta his hayajonda biz 5-arkon haj amalini bajarish arafasida bizga shart-sharoitlar hamma yo'llar tayyorlangan. Bu minnatdorchilikda albatta borganimizda namuna bo'lib, vatanga bir jo'shqin his bilan vatanni sevishga yoshlarni da'vat qilib, oila a'zolarini, shu yurtdoshlarni hammasini, ayniqsa yoshlarni tarbiyalashda o'rnak bo'lishdik bir sharafli kasb bizga yuklandi. Hurmatli yurtboshimizga bu shart-sharoitlarda bizlarga qilib berganlari uchun ming bora rahmat. Prezidentimizning shu telefonda aytgan gaplaridan ruhlanib, ko'zimizga yosh keldi. Oldinlar televizorlarda ko'rib havas qilar edik. Bizlar ham hajga borsak ekan deb. Mana Xudoga shukr, shuncha hojilarimiz kelib turibdi, bizlarga da mana nasib qildi. Bundan juda xursandmiz. Ular shart-sharoitlarimiz yaxshi, vrachlarimiz bor. O'zbekistondan kelgan mana oshpazlarimiz xizmatda turibdi. Yurtimizning haqqına duo qilmoqdamiz. Prezidentimizning bilan olib borayotgan ishlarini Alloh taolo o'zi barakat bersin. Oldimizda turgan haj amallarini bajarishda Alloh taolo o'zi oson va yengil qilsin. Xayrli barakali qilsin. Elimizning, yurtimizning tinchligini bardavom qilsin. Makka shahrida ziyoratchilarimizning haj amallariga oid boshqa tafsilotlar bilan keyingi lavhalarimizda batafsil tanishtiramiz. Qahramon Jamolov, To'lqin Shamsiyev, Saudiya Arabistoni Makka shahridan Axborot 24 dasturi uchun maxsus.